Payshanba kuni Gollandiya parlamenti ovozga qo'yilgan taklif loyihasini ma'qullab, Uyg'ur musulmonlari uchirgan muomalaning irqiy qirg'inchilikqa barobar ekanligini jakarildi. Gollandiya bu xil bayonotni e'lon qilgan tunji Yevropa davlati bo'lib qoldi. Taklif loyihasida mundaq deyilgan: Xitoy hukumatining tug'ut cheklashni maqsad qilgan tadbirlari va jazo lagerlarini qurishdek bir qator harakatlari Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 260-nomerlik qarori, ya'ni irqiy qirg'inchilikqa qarshi turish ahdnomasidagi moddalarga mos keladi. Xitoydagi Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizilyotidi. Lekin Gollandiya hokimiyat beshidagi partiya buningga qarshi ovoz bergan. Oldingi kunlarda Kanada parlamenti Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan zulmlarini irqiy qirg'inchilik deb tonigan edi. Ondan burun Amerika Tashqi ishlar ministrligi bu haqda bayonot e'lon qilgan. Türkiye İyi Partiyasining parlament a'zosi Umid Özdağ İstanbuldagi Xitoy konsulxonasi oldida namoyish qilayotgan Uyg'urlarni ziyorat qilib, ularni qo'llab-quvvatlaydiganligini ifodaladi. O'tgan yili 12 ayning 18 kunidan buyon Xitoyning İstanbuldagi konsulxonasi oldida jam bo'lib, "Oilam qayerda" degan shior bilan norozilik namoyish olib berayotgan Uyg'urlarning norozilik harakatlari izchil davom qilmoqda. Bir qancha yildan buyon Sharqi Turkistondagi urug' tuqqanlardan xabar ololmagan namoyishchilar urug' tuqqanlarining oqibatlaridan andish qilib, Xitoyning İstanbuldagi konsulxonasini bu haqda javob berishga qistamoqda. Gerçi Türk saqchilar Uyg'ur namoyishchilarni Xitoy konsulxonasiga yaqinlab berishga to'sqinlik qilayotgan bo'lsa-mu, ammo namoyishchilar Xitoy konsulxonasiga yaqin joydagi dengiz bo'yida norozilik namoyishini davom qilmoqda. 2 ayning 25 kuni Türkiye İyi Partiyasining parlament a'zosi Umid Özdağ va bir qism muxbirlar Xitoyning İstanbuldagi konsulxonasi oldida namoyish qilayotgan Uyg'urlarni ziyorat qildi. Parlament a'zosi Umid Özdağ Uyg'urlarni qo'llab-quvvatlaydiganligini ifodaladi. Xitoy Tashqi ishlar bayonotchisi Wang Yinbin muxbirlarni kutib olish yig'inida Sharqi Turkistondagi jazo lagerlariga qamalgan qiz ayollarning oyoq osti qilinayotganligi haqidagi savolga javob berib, Xitoyning bu jinoyatini butunlay inkor qilgan va dalil isbot ta'minlovchilarni yolg'onga chiqargan. U yig'ilish lageridagi ayollarga qaratilgan jinsiy parakandichilik va qiyin qissoq haqida BBC'ga muhim uchurlarni ta'minlagan Tursunay Ziyovuddin bilan lager shohidi Zumrat Davud xonimning suratini ko'rsatib turib, ularning ko'plagan yolg'on uchurlarni tarqatganligini, azaldan jazo lageriga kirib boqmaganligini aytgan. Kuzatuvchilar Xitoyning har fursatda butun kuchi bilan Sharqi Turkistondagi jinoiy qilmishlarini yoshirish uchun tirishayotganligini, lager guvohchilarining Sharqi Turkistonning haqiqiy vaziyati to'g'risidagi bayonotlarining xalqaro jamiyatning diqqatini tortib ta'sirlantirganligini, Xitoyning bu xil tuhmat tashviqotining unumsiz holatda turganligini ko'rsatdi. Amerika istixboroti muxbir Jamal Khashoggi jinoyati haqida baholash dokladini e'lon qilishdan burun Amerika prezidenti Joe Biden bilan Saudiya Arabiston podshohi Salman telefonlashdi. Oqsaroyning munosabatlik bayonotiga qaraganda, prezident Joe Biden Saudiya Arabiston podshohi Salman bilan hamkorlashib, ikki davlat munosabatini imkon qadar kuchli va ochiq qilishga tirishadiganligini aytgan. Biden bayonotida Amerikaning universal kishilik huquq va qonun bilan idora qilishga qanchalik ahamiyat beradiganligini ta'kidlagan. İki rahbarning Amerikaning Saudiya Arabistonni Eron bilan munosabatlik guruhlarning hujumidan mudofaalanishda qo'llash va'dasini muzokara qilganligi ko'rsatildi. Yaponiya bilan Avstraliya Xitoyning hozirgi holatni bir taraflama o'zgartirish urinishiga qarshi Sharqi dengiz va Janubiy dengizda davomli quyuq hamkorlik o'rnatishga qo'shildi. Yaponiya Tashqi ishlar ministrligining bayonotiga qaraganda, Yaponiya bosh ministri Suga Yoshihide avstraliyalik mansabdoshi Scott Morrison bilan telefonda ko'rishgan bo'lib, ikki taraflik va rayonlik masalalar muzokara qilingan. Ikkilan Sharqi dengiz va Janubiy dengizga hozirgi holatni bir taraflama holda zo'rlik bilan o'zgartirish urinishiga qarshi yaqin hamkorlikni davomlashtirishga qo'shilgan. Suga Amerika, Avstraliya, Hindiston va Yaponiya o'rtasida shakllangan Xitoyga qarshi birasmiy ittifoq deb atalgan 4 davlat ittifoqining ahamiyatini ta'kidlagan.